Salom do'stlar. Bugun sizlarga qanday qilib ChatGPT yordamida IELTS imtihoniga tayyorlanish va ingliz tilini tez va samarali o'rganish mumkinligi haqida gapirib beraman. Ushbu videoda siz ChatGPT dan qanday qilib foydalanish va qanday qilib foydalanmaslik kerakligini bilib olasiz. Agar sizda repetitor yo'q bo'lsa yoki kurslar qimmat bo'lsa yoki o'rganishni o'zingiz xohlasangiz, bu video aynan siz uchun. Demak, bugungi videomizni boshladik. Birinchi bo'lib biz writing dan boshlaymiz. Demak, ChatGPT bilan biz o'zimizning writingimizni qanday qilib mashq qilishimiz va rivojlantirishimiz mumkin. Buning bir necha yo'llari mavjud. Birinchi bo'lib siz oddiygina yozgan essayingizni yoki matningizni ChatGPT ga yuborasiz. Va u sizga grammatik xatolarni ko'rsatadi. Yoki bo'lmasam, yozganingizni yaxshilab, professional tarzda qayta yozib beradi. Yoki sizga ma'lum bir darajadagi kerakli so'zlar va tuzilmalarni o'rgatadi. Endi ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak, speaking yoki so'zlashuv bo'yicha tayyorgarlik. ChatGPT bilan IELTS speakingni simulation qilishingiz mumkin. Siz savol so'raysiz, u javob beradi yoki siz javob berasiz, ChatGPT sizga tahlil qilib beradi. Misol uchun, siz oddiygina yaxshi ko'rgan hobbingiz qanaqa va nima uchun degan savolni berishingiz mumkin. ChatGPT esa sizga professional javob namunalarini va talaffuzni tuzatish bo'yicha maslahatlar berishi mumkin. Uchinchi qismga o'tadigan bo'lsak, vocabulary yoki lug'at boyligini oshirish. ChatGPT dan siz IELTS uchun eng muhim 100 ta so'zni yoki bo'lmasam shunga o'xshagan academic word list asosida mashqlar yozishingiz mumkin. U sizga so'z, ma'no, misol bilan xat tuzib beradi va bu sizning IELTS ga tayyorlanishingiz uchun juda ham foydali bo'ladi. Yoki bo'lmasam boshqa g'oya, ChatGPT har kuni menga 5 ta yangi so'z va ular bilan gaplar yozib ber desangiz bo'ladi. Va shu orqali siz har kuni 5 ta yangi IELTS akademik so'zlarni o'rganib borasiz. Bu ham juda ham foydali hisoblanadi. Ana endi keyingi qismga o'tamiz. Reading yoki o'qish bo'yicha strategiyalar. ChatGPT dan siz IELTS 6 yoki 7 darajasidagi matnlarni so'rashingiz va shu bilan birgalikda savollarni ham so'rashingiz mumkin. U sizga test variantlarini yaratib, sizga tahlil qilishingizga yordam beradi. Masalan, siz ChatGPT menga true false not given tipidagi savollar bilan mashq tuz kabi savollarni berishingiz mumkin. Va u sizga aynan mana shunday savol va matnni yaratib beradi. Bu orqali siz o'zingizni readingingizni praktika qilib, o'stirib olishingiz mumkin. Men IELTS uchun har bir part uchun qanday qilib ChatGPT bilan tayyorlanish haqida ma'lumot berib o'tdim. Ana endi aynan mana shu narsa uchun ChatGPT ni qanday qilib ishlatish va qanday qilib ishlatmaslik kerakligi haqida ham ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xo'p, birinchi bo'lib aniq va tushunarli promptlar yozing. O'zingizni darajangizni aniq belgilang. Masalan, B1 yoki A2 yoki 6 yoki 7 va hokazo. Va qanday yordam kerakligini aniq yozing. So'z ma'nosi, grammatik tuzatish yoki misollar. Shunda ChatGPT sizga aniq va foydali javob beradi. Ikkinchisi, bu yana savollar bering va tushuntirishni chuqurlashtiring. Agar biror narsa tushunarsiz bo'lsa, unga yana savol berishingiz mumkin. Ayniqsa grammatik qoidalar yoki so'zlar nozik farqlariga doir savollar bilan murojaat qiling. Bu qachon ishlatiladi? Misol keltirib bera olasizmi? Va shunga o'xshagan savollar bilan tushunchangizni yana ham chuqurlashtirishingiz mumkin. Uchinchisi, faol mashq qiling. Faqatgina o'qish bilan cheklanib qolmang. ChatGPT sizga savollarga javob berish bilan birgalikda uni sizga yozishni o'rgatadigan, so'zlashuv mashqlarini bajartiradigan, test tuzadigan repetitor sifatida ishlating. Har kuni yozing, gapiring, tuzatish so'rang va hokazo. Aynan mana shu orqali siz praktika bilan ingliz tilingizni rivojlantirishingiz mumkin. Va ana endi nimalardan qochish kerak degan savol. Birinchi o'rinda ChatGPT ni oddiygina tarjimon sifatida ishlatmang. Matnni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish sizni chuqur tushunishdan mahrum qiladi. Har doim kontekst bilan ishlang. Ikkinchisi, faqat praktika bilan cheklanib qolmang. Ya'ni grammatik qoidalarni o'qish bu yaxshi, lekin ulardan foydalanmasangiz tezda unutiladi. Shuning uchun har bir o'rganilgan narsani yozishda va gapirishda ishlatib ko'ring va tuzatishni so'rang ChatGPT dan. Shuning bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videodagi va namunadagi promptlarning hammasini Telegram kanalimda qoldiraman. Agar sizga kerak bo'lsa, Telegram kanalimdan olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.